bu prezentatsiyamiz, sessiyamiz ingliz tili ham qo'shilib ketgan bo'ladi, lekin men asosan o'zbekcha gapirishga harakat qilaman. Ba'zida inglizcha ham qo'shilib ketishi mumkin. Demak, boshlasak. Yana bir bor assalomu alaykum barchaga. Mening ismim Hasan, familiyam Islom, namanganlikman. Hozir Yaponiyada yashayapman va o'zim talabalik maktab davrimda ingliz tili va matematikaga juda qiziqqanman. O'sha 2015-yilda IELTS 6 olganman, 10 yilcha oldin va taekvondo bilan shug'ullanganman. Undan tashqari ingliz tili o'qitish bilan shug'ullanganman IELTS olgandan keyin. Va undan keyin Yaponiyaga universitet topshirganman. Respublikan APU degan universitet bor. O'sha yerga management marketing yo'nalishiga topshirganman va strategy management o'qiganman va 65% grant olib o'qishga boshlaganman. O'shanda kontraktim $3000 edi, adashmasam, atrofida edi. Va talabalik vaqtimda universitetda professor yordamchisi bo'lib ham ishlaganman. Mening hobbiyim, qiziqishlarim tashqaridagi harakatlarga ko'proq qiziqaman. Misol uchun Yaponiya bo'ylab velosipedda butun Yaponiya bo'ylab sayohat qilib chiqqanman. 35 kun davomida o'zimni velosipedimda haydab chiqqanman. Undan tashqari O'zbekistonda ham Namangandan turib Qoraqalpog'iston Mo'ynoqqacha sayohat qilib chiqqanman. Ko'chada turli xil mashinalarda sekin aylanib o'zim aylanib kelganman. Va undan tashqari web yasash, onlayn do'konlar, onlayn veb-saytlarni yasashga ham qiziqaman. Professional holatda o'zim ko'p narsalarga challenge qilishga yaxshi ko'raman va bunda talabalik vaqtimda Bridgegate degan narsani boshlaganmiz, ya'niki bridge degani ko'prik, gate degani eshik degani. Ko'prik, eshik, ya'niki Yaponiya boshqa davlatlarni bir-biriga bog'lash va bir-biriga eshik ochish deganaqa proyektni boshlaganmiz talabalik vaqtimda va talabalik vaqtimda UYACH, O'zbekiston Yoshlar assotsiatsiyasi Yaponiyadagi bor. O'sha assotsiatsiyaga ham qo'shilib turganman, ishlab yordam berganman. Bugun asosan Ikigai va Yaponiyada ta'lim olish va bizning qanday yordam bera olishimiz haqida prezentatsiya bo'lib o'tardi. Lekin bu yerda Ikigai degan joyni hozircha o'tmay turamiz, chunki bu yerda Ikigai tashlab ketamiz. Va birinchi navbatdan Yaponiyadagi ta'lim haqida aytib bermoqchiman. Yaponiyada ta'lim bu safar magistratura va bakalavr haqida gaplashamiz va asosan bakalavr haqida bo'ladi. Magistratura haqida savollar bo'lsa javob berishga harakat qilaman, lekin asosan bakalavr haqida bo'ladi. Birinchidan nimaga Yaponiya degan narsa bor? Nimaga Yaponiyaga o'qishga kelishingiz mumkin? Nimaga u Yaponiya boshqa davlatlardan ajralib turadi? Germaniya, Koreya, Amerika emas. Chunki birinchisi xavfsizlik tomonidan Yaponiya eng xavfsiz davlatlardan biri hisoblanadi dunyoda. Ikkinchisi to'liq yangi dunyo bu Yaponiya. Tarixni bilsangiz kerak, Yaponiya hech qachon boshqa davlat tomonidan egallab olinmagan, bosib olinmagan. O'rta Osiyo, O'zbekiston misol uchun arablar bosib olgan, har xillar bosib olgan, Rossiya misol uchun oxirida bosib olgan, mongollar bosib olgan, xuddi shunday aralashgan madaniyatlar hammasi. Lekin Yaponiya hech qachon bosib olinmagan. Shu Yaponiya orolda doim o'zlari bo'lishgan xolos. Boshqalar kelib turib, bu yerni bosib olib, egalik qilib yoki yangi madaniyatni joylagan emas. Shuning uchun Yaponiya o'zi boshqacha bo'lib turib rivojlangan. Shuning uchun madaniyati, hayot umuman boshqacha bu yerda. Unga misol uchun okean ichidagi hayot. 4 tomon okean, o'sha yerda hayot kechirasiz. Yangi til bo'ladi sizga. Madaniyatlari misol uchun juda mashhur anime bor, choy madaniyati bor, sodiqlik, rostgo'ylik degan madaniyatlar. Undan ko'p madaniyatlari ko'p. O'shalarni ham o'rganib borasiz. Undan tashqari, shu dengiz ichida bo'lgani uchun dengiz mahsulotlarini ham rosa tamada qilasiz bu yerda. Yaponiya yana bitta sababi, Yaponiyaga siz keraksiz. Yaponiya sizni xohlaydi kelishingizni. Aholisi kamayib boryapti va shuning uchun ham Yaponiyaga odamlar chet eldan ko'p olib kelishga harakat qilishyapti. Undan tashqari Yaponiya oldin yopiq davlat bo'lgan, hozir ochiq bo'lganiga iloji boricha ko'proq globalizatsiya qilishga harakat qilishyapti. Boshqa davlatlarga olib kelaylik, boshqa davlatlarga boraylik, birgalikda hamkorliklarni kuchaytiraylik degan maqsadlar juda katta. O'sha bo'yicha hali ham ishlashyapti. Shuning uchun sizlarni, chet elliklarni haqiqatda olib kelishni Yaponiya xohlaydi. Qancha ko'p olib kelsa, shuncha xohlaydi. Ikkinchisi moliyaviy tomonlama. Ham Yaponiya yaxshi variant deb o'ylayman. Bu yerda ham talaba bo'lib kelsangiz, ham o'qib, ham ishlashingiz bo'ladi. Shaxsan men ham talabalik vaqtimda o'zimni kontraktdan yeb ichishim, hamma rasmlarni o'zim qoplaganman. Uylardan pul olmaganman. O'zim to'liq qoplab yurganman hammasini. Va bu yerda moliyaviy erkinlikka erishasiz. Kimdandir puliga qarab qolmaysiz. Va o'zingiz o'sha pulni regulovka qilish,
balansni ushlash, hayot, pul, kelajak hammasini balansni ushlashga ham o'rganasiz, moslashasiz. Bu yerda o'qishni bitirganingizdan keyin asosan oyliklar $1,5 ming atrofida boshlanadi. Keyin o'sha 4,000 atrofida ham boshlanishi mumkin. Keyingi sababi, Yaponiya ta'lim sifati bo'yicha juda yuqorini turadi. Dunyoda eng yuqorilardan bittasi turadi. Bunda nafaqatgina ta'lim o'qish mumkin, plus odob o'rganish mumkin. Eng so'nggi metodikalardan o'rganasiz, eng so'nggi texnologiyalardan o'rganasiz. Misol uchun va bu yerda ta'lim juda ham arzon. Shu arzon ta'limga juda qattiq sifat berilgan. Endi karyera qilishingiz ham oson Yaponiyada. Yaponiyada bakalavriat bitirsangiz, sразу sizga ishlar bor. Doimiy Yaponiyada ishchi yetishmovchiligi bor. Shunga doimiy talabalarni qidirib yurishadi ular. Sun'iy intellekt, ChatGPT degan narsalarni ishlatgan bo'lsangiz kerak oxirgi vaqtlarda juda kengaydi. O'sha Amerikada ishlab chiqarilgan ChatGPT chet elga ham kengayish uchun birinchi Yaponiyada investitsiyalar olyapti va Yaponiyada birinchi chet eldagi ofisini ochdi Tokioda. Va hozirda ham juda katta investitsiyalar qilishyapti o'sha sohaga. Yaponiya kelajakda mana shu sun'iy intellekt bo'yicha eng kuchli davlatlardan biriga aylanishni xohlashyapti. Xalqaro firmalar ko'p, ular ham chet ellarni xohlaydi. Yaponiyadagi yangi firmalar ham yangicha fikrlar, yangicha qarashlarni o'ziga bog'lashni xohlashadi. Shunga chet ellarni rosa olishga qiziqishadi ular ham. Undan keyingisi grantlari juda ko'p Yaponiyada. Yaponiya boya aytib o'tganimdek, Yaponiya chet ellarni kelishni xohlaydi. Shuning uchun ularga katta grantlar ajratgan. Bu yerda grantlarni universitet ajratadi, xususiy firmalar, davlat firmalari ajratadi yoki davlatning o'zi ham katta grantlar ajratadi. Undan keyingi oxirgisi hayot sifati. Yaponiyada hayot sifati juda yuqori. Transport misol uchun hamma narsadan foydalanishingiz mumkin, oson foydalanish, uy-joy sharoitlari juda yaxshi bo'ladi. Sayohat qilishingiz mumkin. Sog'lom va halol taomlar bor bu yerda ham. Havo juda ham toza, sog'liqni saqlash bo'yicha juda katta yordamlar bor. Juda arzonga tushadi. Dam olish kunlari ko'p bu yerda, bayramlar ko'p. Endi keyingi qismda o'zimni Yaponiyadagi talabalik vaqtimdagi hayotim haqida ozgina gapirib bermoqchiman. Qanchalik o'tgan sizlarga ham nimalarnidir o'rganishingiz mumkin degan joyni qisqa aytib o'taman. Men o'zim Beppu degan shaharchada yashaganman. Bu Beppu degan shaharcha Yaponiyaning pastki qismida joylashgan va ba'zi do'zax shahri deb ham aytiladi. Nima uchun do'zax shahri? Chunki doimiy mana bu yong'inga o'xshagan narsalar chiqib turadi. Bu aslida yong'in emas, yer tagidan vulqonga tashgan suvlar otilib chiqadi. Doimiy qaynagan suv yer ostidan chiqib turadi. Shuning uchun do'zax deb ham nomlashgan. Lekin aslida bu do'zax emas, jannat makon joy bu yer ham. Yuqoridan ko'rganda shunday ko'rinadi. Keyingisi ta'tilda men o'zim Beppuda kichkina shaharchada yashagan bo'lsam ham, ta'tilda Tokioga borib turib o'sha yerda ham ishlab, ham o'ynab kelganman. Shunday qilsangiz ham bo'ladi Yaponiyada. Xohlagan shaharingizga borib o'sha yerda ishlab, o'qib, dam olib kelsangiz bo'ladi. Va bu aytib o'tdim, Bridgegate bo'yicha Yaponiya va chet ellarni bog'lash bo'yicha ham ishlaganmiz, proyektlar qilganmiz. Undan keyingisi UYACH haqida aytib o'tdim. O'zbekiston yoshlar assotsiatsiyasi, u yerda ham men o'zim birgalikda ishlaganman. Hozir ham ishchi guruhlari orasidaman. Bu yerda asosiy maqsadimiz Yaponiyadagi o'zbeklarni hayotini yaxshilash, ulardagi muammolarga yordam berishga, hal qilishga yordam berish bo'lgan, o'shalar uchun ishlaganman talabalik vaqtimda ham. Undan tashqari Yaponiya bo'ylab sayohat qilganman dedim. O'sha Yaponiya bo'ylab 35 kun davomida butun Yaponiya bo'ylab aylanib chiqqanman. Buni Instagramda joylab chiqqanman. Misol uchun o'sha yerda o'zim har xil joylarga borib, velosipedimda aylanib borganman. Bu yerda juda katta shaharlar bor, boshqa narsalar. Bu narsa har doim mening orzum bo'lgan O'zbekistonda, lekin O'zbekistonda sharoitim bo'lmagan, lekin Yaponiyada sharoitim bo'ldi o'shanga. Ya'niki orzungiz qandaydir bo'lsa, Yaponiyada erishishingiz nisbatan osonroq deb o'ylayman. O'zbekiston bo'ylab ham sayohat qilganman. Undan tashqari Fukuy degan shaharda universitet bitirgandan keyin ishlaganman. 2 yil o'sha shaharda oila a'zolarimni ham olib kelganman. Mana bu yerda rasmni qo'yganman. O'sha oila a'zolari misol uchun Yaponiyaga kelganda Kyoto bo'ylab aylanganmiz. Undan tashqari Fukuy degan shaharni o'zida ham hayot dengiz yonida bo'lganiga juda sokin va qiziqarli hayot kechirsa bo'ladi dengiz yonida. Misol uchun bu yerda okeanlar bo'ladi, okeanlar ichida suzish degan har xil narsalarga shug'ullanishingiz bo'ladi. Bu yerda o'sha Yaponiyadagi sayohatlarimizni joylaganman Instagramda. Xuddi shunday qilib sizlar ham kelganda, ya'niki hayot sifati yaxshi. Talabalik vaqtda ham hattoki. Undan keyingisi
Biz O'zbekistondan firma ochdik va nihoyat va firmamizning nomi Mayda Japan Consulting deb nomlaganmiz. Va bu firmamiz asosan bakalavr magistraturaga o'qishga borishga yordam berish, yapon tili maktabiga Yaponiyaga kelishga yordam berish, Yaponiyadan xaridlar, Yaponiyaga eksport, Yaponiya bilan hamkorliklar bo'yicha ko'pincha yordam beramiz. Agar bizga aloqa qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu QR kodni telefoningizga kirsangiz, chiqib keladi. Yoki mana bu telefon raqamimiz bor yoki veb-saytimiz ham bor, japonuzbek.com degan. Biz bu firmamizni ochishimizda nima maqsad? Nima uchun biz firmamizni ochdik? Bu firmamizning eng oliy maqsadi Yaponiya va O'zbekiston orasidagi ko'prik bo'lish. Yanada ko'proq odamlarga yordam berish, ikkitasini bir-biriga qiladigan ishlarini kengaytirish, yanada kuchaytirish degan maqsadda ochganmiz. Va bu yerda birinchi qadamdagi ishimiz Yaponiyadagi yuqori tabaqalilar orasida o'zbeklar sonini ko'paytirish. Hozir o'zbekistonliklar Yaponiyada chet elliklar orasida ham juda ko'p emas, o'shalarni kengaytirib va ularni yuqori tabaqaga chiqishiga yordam berish. Va ta'lim sohasida ko'plarga o'ziga qiziqqan sohalarda variantlarni kengaytirib berish. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, chet eldagi Yaponiyadagi chet elliklar soni berilgan. Eng ko'pi xitoyliklar, bular 800 mingdan ko'p, 1 millionga yaqin bor. Misol uchun unda ko'rishingiz mumkin Vyetnam, Janubiy Koreya, Filippin, Nepal, Braziliya, Indoneziya, Myanmar, Tayvan va amerikaliklar juda ham ko'p bu yerda. Va ko'ryapsiz, amerikaliklar ham eng bu yerda top 10 talikda kirganda 80 ming, 100 mingga atrofida bor. Lekin o'zbeklar Yaponiyada 7 ming kishi xolos. 80 ming top 10 talikka kirgan, lekin 7 ming ancha past. Mening maqsadim mana shu Nepal, Tayvan kabi davlatlardan keladigan, Vyetnam kabi odamlarni ko'p Yaponiyaga kengaytirish va ularni yuqori tabaqaga chiqishiga yordam berish. Hozirda o'zbeklar Yaponiyada 7 ming atrofida, undan 3,5 mingtasi talaba, 1,5 mingtasi oila a'zosi Yaponiyada ishlayotgani uchun o'shalar bilan kelgan va 1,5 mingta atrofida ishlashyapti. Endi bu yerda Yaponiyaga ko'proq odam O'zbekistondan olib kelish deb aytdim. Xudo o'sha narsani qanday qilib kengaytirish mumkin? Yapon tili maktablariga kelishi mumkin. Yapon tili maktablariga kimlar kelishi mumkin? Ingliz tilini bilmaydi, yapon tilini ham bilmaydi, lekin Yaponiyada o'z kelajagini qurishga qiziqadiganlar yapon tili maktabi orqali Yaponiyaga kelishi mumkin. Va bunda rasxodlari $5,000 dan $7,000 gacha yetadi. Va bu yerda ta'lim olishda 2 yil yapon tili maktabida o'qiladi va bu yerda yapon tili kuchli qilib fundament quriladi. Bitirgandan keyin endi bu yerda universitetga kirish mumkin. 4 yillik universitetlarga 3 yillik ham bor yoki 2 yillik Kasnar kollejlar bor, o'shalarga o'qish mumkin yoki diplomlari bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri yapon tili maktabini bitirib ham ishga kirishlari mumkin. Va bu narsa yashab ko'rish uchun juda yaxshi test hisoblanadi deb o'ylayman. 2 yillik yapon tili maktab. Bundan keyin bakalavr o'qish Yaponiyada. Bakalavrda o'qish asosan ingliz tilidan IELTS yoki yapon tilidan JLPT degan imtihon bor. O'shani olganlar Yaponiya universitetlariga topshirsa bo'ladi. Bunda agar siz ingliz tilingiz bo'lsa, yapon tilini bilishingiz umuman shart emas. Yoki yapon tilini bilsangiz, ingliz tilini bilish shart emas sizda. Bu kimlarga yaxshi? Yuqori sifatli, arzon ta'limni olishga qiziquvchilar uchun juda yaxshi. Bu yerda grantingizga bog'liq bo'ladi, kontraktlar to'liq qancha summa ketishi. Grantlaringiz maksimum eng yaxshisi bo'lsa $2,000 ketadi. Eng yomon grantlar, umuman grant olmasangiz 12 ming atrofida ketishi mumkin ekan общий sizning rasxodingizga. Talabalik vaqtingizda universitetda siz nima qilishingiz mumkin? Talabalik 3-4 yil bo'ladi universitetda. O'shani o'qiysiz, yapon tilini o'qiysiz va o'sha universitetda maxsus malakani o'rganasiz. Universitetga mos. Nima sohada o'qiyotgansiz, o'sha sohani o'qib borasiz. Va talabalik vaqtingizda ham ishlab ham o'qishingiz mumkin. Bitirgandan keyin magistraturaga kirishingiz mumkin yoki birorta kompaniyaga ishga kirishingiz mumkin. Chunki kompaniyalar doimiy ishchilarni qidirib yurgan. Yoki O'zbekistonga qaytishingiz mumkin. Endi keyingi variantingiz bakalavrdan keyingi magistratura bo'lishi mumkin. Magistraturada o'qish uchun IELTS yoki JLPT kerak bo'lar ekan. Yapon tili shart emas, agar siz ingliz tilini bilsangiz. Va bilasiz, magistratura 2 yillik izlanish bo'ladi. Birorta mavzu bor, o'sha mavzu bo'yicha izlanish bo'ladi. Bunda ham grantingizga bog'liq bo'lib turib, 12 minggacha ketishi mumkin. Talabalik vaqtingizda 2 yil bo'ladi. Yapon tilini o'rganasiz va o'zingiz qiziqqan mavzu bo'yicha izlanasiz. Va talabalik vaqtida ham ishlab ham o'qishingiz ham mumkin. Bitirgandan keyin ishlashingiz, O'zbekistonga qaytishingiz yoki bundan balandroq darajada PhD larni qilishingiz mumkin. Endi undan keyingisi umuman men o'qimayman. Ta'lim sohasida qiziqishim yo'q. Shunchaki borib ishlamoqchiman deganlarga yapon tilini bilish shart emas.
17 yoshdan 25 yoshgacha Yaponiyaga kelib turib ishlab pul topadiganlarga kelish mumkin bu yerga ham. $1000 dan $3000 pul ketadi, lekin kelib turib bu yerda ishlashni boshlashingiz mumkin. Ishlash 5 yilgacha bo'ladi. Buni almashtirish mumkin albatta. Yapon tilini o'rganasiz, maxsus malakali bo'lasiz. Undan keyin bitirgandan keyin o'sha soha bo'yicha boshqa kattaroq kompaniyada ishlashingiz mumkin, yoki ishni almashtirib yaxshiroq oylikli ishlarga o'tishingiz mumkin, yoki O'zbekistonga qaytishingiz mumkin. Endi biz bu narsada qanday yordam bera olamiz? Siz Yaponiyaga kelib turib o'qishingiz, bu yerda o'z kelajagingizni qurishingizga. Birinchi navbatda biz o'zingizni tanishingiz, o'zingizga mos variantlarni topishingizga yordam beramiz. Biz sizlardan nimani qiziqishingizni so'raymiz, o'rganamiz. Qiziqishingizga moslab turib sizga Yaponiyadan variantlarni beramiz. Mana shu yo'nalishda mana shunaqa variantlar bor. Shu haqida qilishingiz mumkin deb turib. Keyin universitetlar beramiz sizga, o'sha universitetdan listni ko'ramiz, ko'rib chiqamiz birgalikda. Tanlashingiz mumkin o'shalardan. Keyin o'sha universitetni tanladingiz, tanlagandan keyin dokumentlarni boshlaymiz. Hujjat topshirishlarga universitetdan tanlash, ularga dokument topshirgandan keyin grantlarga, misol uchun insholar yozish, boshqa narsalar hammasiga yordam beramiz. Va natijalar chiqqandan keyin universitet tanlash va ularni to'lov qilish kerak. Ularni to'lov qilishingizga yordam beramiz, vizalar olishingiz va Yaponiyaga kelib joylashib olishingizgacha yordam beramiz. Va Yaponiyaga kelganingizdan keyin ham yordamimiz tugamaydi. Bu yerda o'zingizni moslashib joylashib olishingiz, ish topishingiz, qo'shimcha ish, joylashib olishingiz, turadigan joyingiz, o'qishni boshlashingiz hammasiga yordam beramiz bu yerda. Va o'qiyotgan paytingizda qanday qilib grantlar olish mumkin, nima qilsangiz o'sha universitet yoki boshqa joyda juda yuqori darajalarga erishishingiz mumkin. O'sha haqida ham aytib yordam berib boramiz. Bakalavrga kirish uchun nimalar kerak? Nimalar qilishim kerak Yaponiyaga bakalavrda o'qishim uchun deganlarga mana shu yerda javob tayyor bor. Talablar Yaponiyaga bakalavrga kelish uchun. Bularning talablaridan birinchisi til. Agar siz umumiy soha bo'yicha va biznes bo'yicha o'qimoqchi bo'lsangiz, xalqaro aloqalar, xuddi shunaqa gumanitar fanlar bo'yicha yoki biznesga aloqali fanlar bo'yicha o'qimoqchi bo'lsangiz, asosan IELTS 5.5 7.5 gacha bo'lsa yaxshi. 5.5 dan boshlab turib 7.5 gacha topshirsangiz bo'ladi. Yoki yapon tilida topshiraman desangiz, yapon tili JLPT N3 dan N1 gacha bo'lgan darajalar orasida siz topshirsangiz bo'ladi. Ba'zi universitetlar biznes sohasida yoki buxgalteriya sohalarida o'qimoqchi bo'lsangiz, SAT ni talab qilishadi. Injenerlik yoki ilm-fan bo'yicha o'qimoqchi bo'lsangiz, asosan SAT talab qilinadi. Va SAT 1200 dan 1480 gacha bo'lishi kerak. Ba'zi universitetlar juda yuqori talab qiladi, 1480 minimum bo'lishi mumkin ba'zi universitetlarda. Va bu injenerlik bo'lgani uchun ba'zi universitetlar sizdan ACT, IB, AP test deganqa testlarni ham sertifikatini talab qilishi mumkin. Bunda fizika, ximiya, biologiyalardan ham imtihonlar bo'ladi. Xuddi shularni topshirib turib, sertifikatingizni olib, topshirishingizga to'g'ri keladi. Hammasi emas, ba'zi universitetlar talab qiladi. Yosh 17 yosh, o'sha 11-sinfni bitirayotganingizda topshirsangiz bo'ladi va 30 yoshgacha bemalol topshirsangiz bo'ladi. Undan kattasi ham topshirsa bo'ladi, lekin muammosi unchalik yo'q. Va 10-sinfni oxirlarida siz dokumentni boshlaysiz bakalavrga kirish uchun. Kerakli dokumentlar, insho yozish kerak bo'ladi va topshiriqlar beriladi universitet tomonidan. O'shalarni bajarish, rasm, pasport kopiyasi, o'qishdan tashqari qilgan ishlaringiz, moliyaviy planingiz, IELTS sertifikatingiz, bundan boshqa sertifikatlar bo'lsa, ularni maktabdan bitirganingiz haqida guvohnoma, baholaringiz va universitet maktabdagi o'qituvchingizdan tavsiyanoma olishingiz kerak bo'lar ekan. Bular kerakli dokumentlar. Juda ko'p universitetlar mana shular kerak bo'ladi xolos. Ba'zilariga ham o'ziga moslab turib ozgina o'zgarishi mumkin. Universitet topshirish jarayoni qanday bo'ladi? Birinchi kerakli narsalarni ko'rib olasiz. Siz to'g'ri qilasizmi, yo'q bilasiz. Va o'zingizga email adres ochasiz, kompyuteringizni tayyorlaysiz. Keyin onlayn sistemasida o'zingizga akkaunt ochasiz va u yerda diplomlaringiz va boshqa narsalarni qo'yish kerak bo'ladi. Shularni tarjima qildirib, notarius qildirib, ularni joylaysiz. Joylagandan keyin imtihon puli bor. Ya'niki Yaponiya universitetiga topshirayotganingizda universitet dokumentingizni ko'rib chiqishi uchun siz to'lov qilishingiz kerak. Bu to'lov $30 dan $200 gacha atrofida bo'ladi. Har bitta universitetda har xil bo'lishi mumkin. Va undan keyin intervyu bo'lsa, intervyu olishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda agar universitetda topshirib dokumentlarni qilgandan keyin qabul qilindingiz, natijangiz chiqdi, yaxshi, siz qoniqdingiz, undan keyin siz birinchi to'lov qilasiz. Keyin kerakli hujjatlarni Yaponiyaga universitetning o'ziga jo'natasiz, qog'oz variantini. Keyin ular immigratsiyaga jo'natadi. Immigratsiyadan keyin mana CEO degan narsa keladi. Viza olish uchun shart hujjat sizga jo'natiladi. Uni qabul qilib olganingizdan keyin sirasi siz Toshkentdagi elchixonaga borib turib vizaga topshirishingiz mumkin. Undan keyin samolyotga bilet olib Yaponiyaga uchib kelasiz.
Hmm. Undan keyin bir universitetlar haqida gaplashib o'taylik. Yaponiyada universitetlar juda ko'p. Yapon tili nimasi faqat ingliz o'zi bilan yapon tilini umuman bilmay turib ham universitetga topshirsa bo'ladi. U universitetlar 40 tadan ortiq bor. Ular yiliga ba'zilar 2 marta, ba'zilar 1 marta qabul qiladi talabalar. Bu yerda men Yapondagi eng kuchli universitetlarni ketma-ketligi bo'yicha joylab chiqqanman. O'shalar bo'yicha bitta ko'rib chiqaylik. Bu yerda The University of Tokyo, Tokyo universiteti Yaponiyada eng kuchli universitet hisoblanadi. Ularga IELTS 7 ball kerak bo'ladi, SAT minimum 1480 kerak bo'ladi. Agar siz umumiy fanlar, xalqaro aloqalar shular bo'yicha o'qimoqchi bo'lsangiz, SAT ni o'zi yetadi. Boshqa narsalar kerak emas. Lekin agar siz ilm-fan bo'yicha o'qimoqchi bo'lsangiz, fizika yoki ximiyadan ham sertifikatingiz bo'lishi kerak. Undan keyingisi Kyoto University. Kyoto University Yaponiyada 2-o'rinda turadi, ba'zi 1-o'ringa chiqib turadi va dunyoda juda yuqori turadi. 35-chi yo 40-chi yo 50-chi o'rinlarda turadi desam. Va unga kirish uchun 6,5 IELTS kerak va SAT ham kerak. Lekin necha balligini yozib qo'yilmagan, hech qayerda qo'yilmagan. Lekin taxminan 1450 atrofida kerak. IUP degan yo'nalish bor. Unisiga kerak emas, SAT ni o'zi yetadi. Lekin agar siz injener bo'lmoqchi bo'lsangiz, injenerlik uchun fizika va ximiyadan ham imtihondan sertifikatingiz bo'lishi kerak. Bular hammasi davlat universitetlari juda ham arzon. Kontrakt pullari, qabul qilinish pullari juda ham arzon, lekin ta'lim ko'ryapsiz, Yaponiya bo'yicha eng yuqorida turadi. Keyin Tohoku University, bunda ham 6 ball kerak bo'lar ekan. SAT kerak. Plus AP yoki ACT degan imtihonlar bor, o'shandan ham topshirish kerak ekan. Chunki bizga ilm-fan bo'lyapti bu yerda. Shuning uchun ilm-fan bo'yicha ham sertifikat kerak ekan. SAT ni o'zi yetmaydi. Institute of Science Tokyo. Bu Yaponiyaning eng kuchli texnologiya instituti hisoblanadi. Bundan kuchlisi yo'q. Hatto The University of Tokyodan ham kuchli texnologiyalar bo'yicha. Unga IELTS kerak, SAT ham kerak. Va SAT ni ham ballini yozib qo'ymagan, IELTS ni ham yozib qo'ymagan. Lekin 7 bo'lishi kerak IELTS. SAT'ingiz ham mana shu 1480 atrofida bo'lsa yaxshi. Keyingilar Osaka University, Kyushu University, Nagoya University, Hokkaido University. Ular ham sizni IELTS bilan qabul qilishi mumkin. Misol uchun 6,5 holatda bo'lyapti. Ko'pida SAT bo'lsa yaxshi. Lekin Osaka Universityda SAT'ingiz qabul qilinmaydi, majbur ACT yoki EJU degan imtihonlar bor, o'shalardan sertifikat ko'rsatishingiz kerak. Kyushuda matematika bo'yicha minimum 710 bo'lishi kerak. Nagoya, Hokkaido universitetlarida SAT topshirsangiz yaxshi, bo'lmasa ham topshirsangiz bo'ladi imtihonni. Va boshqa narsalarda imtihon shart emas. Waseda universiteti bor. Eng kuchli xususiy universitetlar ikkita bor Yaponiyada. Waseda va Keio degan universitetlar bor. Xuddi o'sha eng kuchli xususiy universitetlari 7 ball IELTS kerak bo'lar ekan. Va bularda asosan SAT bo'lsa yaxshi. Va Yaponiyaning eng ko'p bosh vaziri, Yaponiyada eng yuqori darajada turadigan politik odam bu bosh vazir hisoblanadi. O'sha bosh vazirlar ham mana shu universitetlardan juda ko'p chiqqan. Va bulardan chiqqan bitiruvchilar Yaponiyaning eng katta bizneslarida katta boshliqlar bo'lib ishlashadi. Bu yerda o'qish degani shular bilan aloqa degani kelajak juda ham katta bo'ladi. Va Vasiyaga kirmoqchi bo'lsangiz 1450 atrofida SAT kerak. Keyoga topshirmoqchi bo'lsangiz hattoki SAT ham kerak bo'lmasligi ham mumkin ba'zi fakultetlarida. Undan keyingi bular top 10talikka kirmagan, lekin juda yaxshi, juda qiziqarli universitetlar. Bularni ham listini yozib qo'ydim. Misol uchun Hiroshima University bor. Unga 6 bilan topshirsangiz bo'ladi. SAT topshirsangiz ham bo'ladi, topshirmasangiz ham bo'laveradi. Sofia University unga C2 darajasi kerak ekan va bu ham 1450 kerak ekan. Toyo University bor. Bu Toyo University ham eng qadimgi xususiy universitetlardan bittasi. Bunga IELTS ni o'zi bilan topshirsangiz bo'ladi. Akita International University bor. U Akita degan prefekturada joylashgan. O'zining sovg'org'i joy. Bolalarni unchalik ko'p qabul qilmaydi, 30 tacha qabul qiladi. Kirish qiyin. Lekin bu yerda davlat universiteti bo'lgani uchun juda arzon, lekin talabalar chet eldan juda ko'p keladi. Va bu yerda chet elda Yaponiyada o'qiyapsiz, 4 yil bakalavriat o'qiyotgan paytingizda 1 yil hech bo'lmasa chet elda o'qib kelishingiz kerak. Ya'niki bu degani 3 yil Yaponiyada, 1 yili Norvegiya, Shveysariya, Amerika, Kanada, Avstraliya deganaqa boshqa davlatlardan eng kuchli universitetlarda borib o'sha yerda talaba almashinuvi bo'yicha o'qib kelishingiz kerak bo'ladi, majburiy bu narsa. Keyingilasi misol uchun Respublika APU bor. Men o'zim o'qigan universitet. Bu yer asosan sokin hayotni yaxshi ko'radiganlar juda tavsiya qilaman.
Bu ham juda yaxshi universitet. Dosha bor, Kyoto degan shaharda joylashgan. Bu ham juda yaxshi universitet. University of Aizu bor. Bu universitet Yaponiyaning IT bo'yicha eng mana chet ellarni qabul qilish bo'yicha eng katta universitetlardan bittasi. Bu ham davlat universiteti, kontraktlari arzon. Keyingisi Tsukuba University bor, The University of Tsukuba deb ataladi. U ham juda yaxshi universitet. Ritsumeikan University bor, Rikkyo bor. Bu yerda Rikkyo degan universitet Tokioda joylashgan. Unga SAT ham kerak, plus O'zbekistonda faqatgina prezident maktablarini bitirganlargina topshira oladi xolos. Boshqalarda IB degan diplom yo'q. International Baccalaureate degan diplom yo'q, shuning uchun topshira olmaydi. O'zbekistonda ham o'sha prezident maktablari yaqinda IB ola oladigan bo'ldi deb eshitdim. Ular topshirsa bo'ladi. Boshqalar topshira olmaydi lekin. Endi keyingisi o'sha universitetlarni topshiryapsiz. Topshirayotganda qanday qilib siz grant olishingiz mumkin? Grant olish uchun nimalar muhim degan narsa bor. Birinchisi fundament, asosiy bilimlar. IELTS yesangiz 7 kundan baland bo'lsa yaxshi. Yoki ingliz yapon tilida o'rgatgan bo'lsangiz JLPdan N1 yoki JLP N1 bo'lsa juda ham yaxshi. SAT bilan topshirayotgan bo'lsangiz 1400 dan yuqori bo'lsa foyda beradi grant olishingizga, juda yaxshi. Keyingisi nima uchun mana shu universitetni topshiryapsiz? Shu haqida aniq ma'lumotga ega bo'lsangiz, grant olishingizga yordam beradi. Bu yerda universitetda qidirasiz, izlanasiz, universitetda o'rganib chiqasiz va bu yerdagi universitetning asosiy maqsadlari va kelajakdagi planlari haqida o'rganib olasiz. Fakultetlaringiz nima uchun mana shu fakultet bor? Bu universitet nima maqsadda qurilgan? Nimani kelajakda planlashtiryapti? O'shani o'rganib chiqishingiz kerak. O'shanga moslab turib, keyin sizlar insho o'zasiz. Yo intervyu berasiz. O'shanga moslab turib, ya'niki universitet men shunaqa talabalarni xohlayman desa, siz men xuddi shunday talabaman deb turib mos kelishingiz kerak. Agar siz boshqa narsani aytsangiz, to'g'ri kelmaysiz. Shunga buni o'rganish ham juda muhim. Keyingisi portfolio ham muhim. Portfolioda nima degani? Bu portfolio degani o'zingizni qanday qilib ko'rsatib berish. Meni potensialim bor, men zo'r talabaman. Yoshligimdan shunaqalarga qatnashib kelganman. Kelajakda xuddi shunday narsalarni xohlayman. Isbotlarim bor, sertifikatlarim bor degani. Liderlik qilganingiz yoki gruppalarda qanaqadir narsalar tashkil qilganingiz, qatnashganingiz, undan tashqari kelajak maqsadingizga qo'ygan birinchi qadamlaringiz bormi? Kelajakda qanday planlashtiryapsiz? O'shalar haqida ham yaxshiroq ma'lumotga ega bo'lsangiz, planlaringiz bo'lsa, ancha yordam beradi. Keyingisi o'zingizni tutishingiz. O'zingiz tetik, o'zingizga ishongan bo'lib turib tutsangiz yaxshi va o'zingizning muloqotingiz ham yaxshi bo'lishi kerak. O'zingiz aytmoqchi bo'lgan narsani og'zaki yoki yozma yetkazib bera olishingiz kerak boshqalarga. O'shalar bo'lsa sizda anchagina grant olishingiz osonlashadi. Va oxirgisi konferensiya degan ingliz tilida bu degani bir-biriga yaxshi gap tushadigan. Misol uchun, siz buni xohlayapman deb keldingiz, lekin birdaniga boshqa mavzu haqida gap ketsangiz, bir-biriga yaxshi tushmaydi. Ya'niki inshoingiz, intervyungiz hamma narsasi bitta nuqtaga qadalgan bo'lishi kerak. O'shanda yaxshiroq grant yutib olasiz. Bugungi prezentatsiyamiz xuddi shulardan iborat. Agar sizda misol uchun Yaponiyada o'qish bo'yicha yordam kerak bo'lsa yoki qanday savollar bo'lsa, kelajagingizni Yaponiyada qurish qiziqsangiz, har qanday yo'nalishda albatta bizga aloqa qilishingiz mumkin. Bunga telefon raqamimiz bor, email adresimiz ham bor yoki veb-saytimiz ham bor. www.japanuzbek.com degan saytni yuritamiz. O'sha yerdan ko'rib borishingiz mumkin. Bu yerda ham yangi ma'lumotlarni joylab boramiz. Bu yerdan ko'rib borsangiz bo'ladi. Endi savol-javob vaqti keldi. Sizlarda qanday savollar bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. O'shalar haqida gaplashsak bo'ladi.